Diqqat aholiga shoshilinch xabar. Fuqarolar xabardor bo'ling. O'zbekistonda dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! Kecha kuzatilgan yog'ingarchilikdan keyin bugun kunduzi soatlarda O'zbekiston hududining aksariyat qismida nisbatan barqaror va yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turmoqda. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, qisqacha kun davomida havo ochiq bo'ladi. Tabiatda qisqa muddatga bo'lsa-da sokin ko'tariladi. Harorat ko'rsatkichlari respublika bo'ylab 0,5 daraja atrofida bo'ladi. Janubiy hududlarda esa havo yanada issiqroq bo'ladi. 6-9 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Biroq dam olish kunlariga kelib vaziyat yana o'zgaradi. Shanba va yakshanba kunlari O'zbekiston hududiga nam havo massalari yaqinlashadi va kirib keladi. Natijada respublika bo'ylab vaqti bilan biroz yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi. Kechasi havo harorati 0,5 darajagacha pastlaydi, kunduz kunlari 0,5 daraja atrofida iliq bo'ladi. Tog'li hududlarda esa vaqti bilan qor yog'ishda davom etadi. Mutaxassislar ushbu hududlarda qor ko'chish xavfini mavjudligi ham eslatib o'tmoqda. Toshkent shahrida bugun kunduz kuni yog'ingarchilik kutilmadi. Havo harorati 1-3 daraja iliq bo'ldi. Shanba va yakshanba kunlari poytaxtda asosan qor ko'rinishida bo'ladi. Tuman ham tushadi. Yakshanba kuni esa kechasi va ertalab biroz qor yog'ish ehtimoli bor. Kunduzgi soatlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi va kunduzi -2 daraja atrofida bo'ladi. Qisqasi, tabiatda dam olish kunlari yana qish qiyofasida bo'ladi. Shu bois safar va rejalarni ob-havo sharoitiga qarab o'zingiz o'zgartirishingizni tavsiya qilamiz.